Emblemani to'sib turaman. Bu qanaqa mashinaligini topinchi jigar. Siz olaverasiz, men joyimdan jilmayman. Mana bu mashinani bitta ko'ring. Faqat mashina nomini aytmayman. Aviator degan model bu. Voy, bu mashinani sidenani o'zida 30 ta funksiya bor. Massajlari, yana дополнительный boshqa funksiyalari va mashinada hattoki bitta kod bilan ochiladi eshiklar. Akalar, pnevmopodveska 4VD hamma yo'q bor. Bu mashina 2021 9-oy 3 объемda twin turbo mashinani go'zali va Lincoln Aviator do'stlar. Mashinani gigant va mashinadagi vid o'sha Qirg'izistonda o'zi kam novo mashinalardan biri. Neobechniy mana bunday bahaybat, ancha-muncha koreyskiyda sekin damini beraveradigan mashinani minib qo'ying jigar. Narxini necha pul dedingiz? 40 mingmi? Tushib beramizmi? Kraska qanaqa? Kraska. Yo'q, kraska qanaqa? Kraskalari. Detallari bor ekan, ukamizcha o'ylanib qoldi. Mashina holati endi bu mashina kraska bo'ladi. Tarichka kras bor. Aviator va katta balon diskalari, mashinadagi holat va ruchkalari, knopkada orqa knopka bitta tez ochiladi bu. Davochka eshik, слепой zona, 360 kamera, плавающий сиденье, память сиденья, электрический. Voy, do'stlar, Lincoln do'stlar, bu sidenani qarang, atamankalardagi va bu funksiyalari har biri belni quchoqlab turishligi ham hattoki boshida ham bitta nima bor shekilli. Panoramniy lyuk, dvuzorniy klimat kontrol, monitor, multirul, elektronniy tablo, 3 объем twin turbo, laboy proyeksiya. Wow, холодильник bo'lib ishlayapti. Bu konditsioner 62 ming probeg ko'ryapti. Akam 2021 9-oy davochi eshik, parollik ko'ryapsizlar. Ezasiz pultda ochiladi va davochka eshiklari bilan mashinani. Qattiq do'stlar, qattiq. Shtorka orqa, ichki salonlar, monda esa monda ochilar ekan, ruchkalari, kapitanskiy sidenье 2 va 3 ratlari go'zal. Voy, upravleniya pechkalarini qarang, sensorli. Sidenyalar ko'ryapsizmi? Nima qilib o'rgan? Sidenyani transformer bo'lib ketibdi-yu. Mana $40 ming Lincoln Aviator 3 объем twin turbo benzinli motorda mashinani dahshat olamiz.